Serbiyaning Nish shahrida boks bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon chempionati o'z yakuniga yetdi. Unda O'zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etib, o'z tarixida ilk bor bitta kumush va 3 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Bronza medali sohibalari orasida Ohangaron shahrining faxri bo'lgan Feruza Kazakova ham bor. Osiyo chempioniga aylangan Feruza shahar hokimligi tomonidan ham munosib taqdirlandi. Jarayonda ishtirok etgan muxbirimiz Gulxumor Eshnazarova mavzuni davom ettiradi. Boks jasorat va kuch talab qiladigan sport turi. Ayniqsa bu yo'lda qiz bola bo'lib harakat qilish 2 barobar mashaqqatlidir. Bokschi qiz nafaqat jismoniy mashg'ulotlarning og'irligiga, balki jamiyatdagi turli qarashlarga ham bardosh berish kerak. Feruza bolaligidan sportga mehr qo'ydi. Doimiy harakatlari va tinimsiz mashg'ulotlar tufayli oradan yillar o'tib, u chempion bo'ldi. Endi o'nlab boshqa qizlar unga havas bilan qaramoqda. Serbiyaning Nish shahrida boks bo'yicha ayollar o'rtasidagi jahon chempionatida Feruza Kazakova bronza medalini qo'lga kiritdi. 8-martdan 16-martgacha bo'lib o'tgan Serbiyaning Nish shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida faxrli 3-o'rinni egalladim. 3-o'ringa chiqishim ham oson bo'lgani yo'q. Hamma qiyinchilik bo'ldi. 3-o'rinda ancha tajribali olimpiada sovrindoriga imkoniyatni boy berib qo'ydim. Ozgina yetmadi. Shunga qaramay, shahar hokimimiz kamtarona xizmatimni uy bilan taqdirladi, bir xonali uy bilan. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu bronzani oltin medal qilishga harakat qilamiz. Muhtaram prezidentimizga Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu ayollarga, sportchilar ayollarga, qolaversa hamma sportchilarga shunaqa shart-sharoitlar yaratib bermoqda. Feruzaning yutug'i yuqori baholanib, Ohangaron shahar hokimligi bir qator mas'ullar hamda sportchi yoshlar ishtirokida shahar hududida yangi qurilayotgan xonadonlardan biri unga topshirildi. Chempionning bu yutug'idan nafaqat uning ota-onasi, murabbiylari, balki butun Ohangaron ahli mamnun. Meni qizim Kazakova Feruza hozirgi kunda 6 karra Osiyo chempioni, 7 marta O'zbekiston chempioni bo'lgan. Shu kunlarda jahon chempionatida 3-o'rinni egallab keldi ayollar o'rtasida. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr, e'tiborlar boshlandi. Olimpiya qo'mitasini, bizning sport boshqarmalari keldi. Olimpiyskiy vid sportlarga ancha e'tibor qattiq boshlandi. Endi qizlarimiz, bolalarimiz yana ham 2028-yilgi olimpiadaga yaxshi tayyorgarlik qilishib, litsenziyalar qo'lga kiritishadi. Endi boks sport turi oldin bo'lmagan, biz ayollarda faqat erkaklar tushar edi. Keyin yangi 2016-yildan shunaqa qonunlar chiqdi, ayollar boksi rivojlansin degan. Shunda uydagilar juda qarshilik qilgan. Lekin ozgina muddat o'tgandan keyin ular ko'rib, endi hozir faqat qo'llab-quvvatlaydi, duo qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlar sportini rivojlantirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijasida ayollar sporti yangi bosqichga chiqmoqda. Bugun O'zbekiston qizlari faqatgina milliy emas, balki xalqaro maydonda ham o'z nomlarini yorqin tarzda ko'rsata olishmoqda. Feruza Kazakova ham yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, yuqori marralar tomon ildam harakat qilayotgan hamyurtlarimizdan.